Bo'lishlarini yaratganiga Allohdan so'raymiz. Yigitlarda shunday gap bor, kuyovjo'ralar. U bo'ldi, bu bo'ldi. Yigitlar. Kuyovalar, xotinlik bo'ldi, sarpiliz muborak bo'lsin. Qo'shnilarimiz sizlar uchun kayfiyatni ko'taramiz. Yaxshi kayfiyat, chiroyli yoqimli shunaqa. Albatta muhtarama xonimlar va janoblar, ushbu oqshomda do'stlarimiz Azizbek va Kenjaxonlar hamda ular boshchiligidagi bir guruh mohir sozandalar hamda suxandon Kamina E'tiborxon Soliyev va Lasani bajonidil xizmatingizda bo'lamiz. Shunday ekan so'zimizdan kelganicha, ovozimizdan kelganicha barchangiz ko'nglaringizni zavq shavqat to'ldiramiz deya umid bildiramiz. Ayni daqiqalarda yana bir bor to'y boshlarimizga to'ylar muborak bo'lsin deya, barchamiz yaratgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin deya tabrik sahifalarimizni ochiq deya e'lon qilaman. Birinchi galda badiiy maydonimizga albatta kuyovalarimizni sevimli bujonlari hamda tog'ajonlarni taklif etamiz. Mag'firatxon Hamidaxon xojonalarimiz, marhamat, ya'ni bujonlarimiz, Akmaliddin tog'amiz hamroh bo'ladilar. Badiiy maydonimizda albatta onajonlarimiz hamda tog'ajonlarimiz. Marhamat.